بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن علينا قيام شهر رمضان. Ramazon oyini ro'zalarini tutmoqlikni farz qilgan Alloh taologa beadad hamd va sanolarimiz bo'lsin. Ramazon oyini kechalarni bedor o'tkazdirmoqlikni sunnat qilgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga esa behisob salovat va durudlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuhu. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: وجدت صرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا، فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال: عرفها حولا، فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته ثلاثا فقال: احفظ وعاءها وعددها وبكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. رواه البخاري. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu aytadilarki, men bir hamyon topib oldim. Uning ichida 100 dinar puli bor ekan. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga bordim. U zot menga 1 yil e'lon qilgan dedilar. Men 1 yil e'lon qildim, lekin uni biladigan biror bir odam topilmadi. So'ngra yana Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga bordim. U zot yana 1 yil e'lon qil dedilar. Yana 1 yil e'lon qildim, lekin uni biladigan odam topilmadi. So'ngra 3-marotaba yana keldim. U zot endi uni idishini va sanog'ini hamda bog'ichlarini olib qolginda qolganini ishlataver. Agar egasi keladigan bo'lsa qaytarib berasan. Agar egasi topilmaydigan bo'lsa o'zing foydalanavergan dedilar. Bu hadis sharifda azizlar, avvalgi kunlarda ham ko'p hadis shariflarni o'tdik. Birovlarning molini noshar'iy yo'llar bilan iste'mol qilishdan qaytarishlik bor. Topilingan narsalar ham bir musulmonning moli. Xosatan bizni diyorimizga o'xshagan islom diyori bo'ladigan bo'lsa, aksar aholini mo'min musulmonlar tashkil etadigan bo'lsa, odatda tushib qolingan, topilingan mollar musulmonlarning moli hisoblanadi. Shu topilingan molni indamasdan yeb ketaverishlik, o'ziniki qilib ketaverishlik, uni o'ziga mulk qilib olishlik, bu boshqalarning molini noshar'iy yo'llar bilan yeyishlik hisoblanadi. Ya'ni shar'an bu narsa mumkin emas, nopokdir. Ming afsuslar bo'lsinki, bizning xalqimizda o'sha nodon odamlarni to'qima har xil maqollari bor. Olgan joyingda 3 marotaba kimniki deb so'rasang bo'ldi. Qolganiga indamagin, shu savolingga javob bo'lmasa, demak seni o'zingniki shu halol bo'ladi degan maqollar bor. Bu mutlaqo noto'g'ri bu. Mana hadis sharifda o'rganib o'tyapmizki, 1 yilgacha e'lon qilishi kerak ekanligi. Yana bu hadis sharifda 2 marotaba ketma-ket e'lon qilgan deb 2 yil vaqt o'tib ketyapti oradan. 3-yili yana kelganlarida endi idishini, bog'ichini, adadini olib qolganda, agar egasi keladigan bo'lsa qaytarib berasan, bo'lmasa o'zingga ishlatib turaver deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ruxsat berdilar. Albatta bu yerda 3 yil muddat o'tib ketib qoldi. Buni hech qaysi mazhab ulamolari olmaganlar. Balki bu rivoyatda xos rivoyat bo'lgan bo'lishi mumkin. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ga, o'sha hikoyaga, o'sha voqeaga xos hukm bo'lishi mumkin deb 4 tala mazhab ulamolari ham faqatgina nari borsa 1 yil muddatni olishadi. Bu hadis sharifda esa 3 yil muddat o'tyapti. Shuning uchun bu hadis sharifdan 3 yillik hukmni olmaganlar. Boshqa bir qancha hadis shariflarni o'rganib chiqib turib, yo'qolgan narsa topilsa nima bo'ladi? Hammasini xulosasini chiqarib turib, umumiy olganda ko'p muddati 1 yil e'lon qilishligini shart qilib qo'yishadi. Endi azizlar, mana bu joyda o'sha birovlarning molini yemaslik haqida gap ketayotibdi. Albatta buni o'ziga yarasha hukmlari bor, o'ziga yarasha shartlari bor va qanday holatda sodir etilishiga qarab ham bo'lar ekan. Mana shu hadislarni o'rganib chiqadigan bo'lsak, yana ham bularga
ochiqlik kiritamiz, yana ham aniqlik kiritamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga e'lon qilgan buni deganlarida uning sifatlarini ba'zi birlarini aytmoqlikni nazarda tutganlar. Topilingan narsani hamma sifatlari aytilmaydi. E'lon qilishi kerak bo'ladigan bo'lsa, bir pul topildi yoki tilla taqinchoq topildi yoki kumush tangalar topildi deyiladi, bo'ldi. Uni boshqa sifatlarini aytmaydi. Agar hamma sifatlarini aytib bersa, uddabiron odamlar qolgan 3-4 ta sifatini o'zi topib olaveradi. Asosiy sifat aytib qo'yilgandan keyin. Shuning uchun ham bularni mujmalroq qilib, inson yo'qotgan biror narsasini yo'qotgan bo'lsa, o'sha e'lonni eshitgan zahoti o'ziniki yoki o'ziniki emasligini bir oz biladigan holni ro'yobga chiqarib turib aytiladi. Yana buni aytilishi qayerda bo'ladi desa, ulamolarimiz aytadilarki, asosan ko'chalarda bo'ladi. Odamlar ko'p yuradigan joylarga e'lonlar qog'ozlarga yozib turib yopishtirib qo'yiladi. Yoki bo'lmasa, bir kunda 3-4 mahal o'sha joyda jar chaqirtiradi. Farondaqa hamyon yo'qolgan, ichida tangasi bor edi, kimniki bo'lsa kelsin deyiladi. Ammo ulamolar bir ovozdan aytadilarki, masjidlarda buni e'lon qilishi mumkin emas. Masjidning darvozasidan tashqarida turib e'lon qilishi mumkin. Namozxonlar chiqib ketayotganlarida, kirib kelayotganlarida falon narsa yo'qotganlar bo'lsa menga murojaat qilsin deb bemalol e'lon qilsa bo'ladi. Ammo masjidning ichida, xosatan mihrobda yoki minbarda turib yoki va'z nasihat qila turib biror bir narsani e'lon qilishlik mutlaqo imom xatiblarga to'g'ri kelmaydi va boshqalarga ham to'g'ri kelmaydi. Masjidning ichida kim e'lon qiladigan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarida bir kishi shunaqa e'lon qilib yuborgan. Falon narsa yo'qoldi deganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'qolgan narsang topilmasin deganlar. Masjidning ichida e'lon qilinganligi uchun. Ba'zi birda kelishadi bizga, tahoratxonada soatim yo'qoldi, tahoratxonada hujjatim yo'qoldi, iltimos zomni aytib bering deydi. E'lon qilib bering deydi. Jumalarda, boshqa namozlarda. E'lon qilmasak chiqib bizdan xafa bo'ladiganlari ham bor. Aytmadingiz domla. Shunchalik qiyinmidi, bir og'iz hamyon yo'qolgan ekan yoki hujjatlar yo'qolgan ekan, mashinasining kaliti yo'qolib qolib tahoratxonada deb e'lon qilib yuborish shunchalik qiyinmi deydi. Shunchalik qiyin-da. Chunki biz sizni o'sha narsangizni aytsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning duoi bandiga siz loyiq bo'lib qolasiz. Ya'ni yo'qolgan narsang topilmasin degan duoi bandga o'sha yo'qotgan odam loyiq bo'lib qoladi, munosib bo'lib qoladi. Shuning uchun ham masjidlarda bu narsa e'lon qilinmaydi. Biz aytamiz yaxshilik bilan, mana masjidning tashqarisida xohlasanglar o'zingizlar o'sha joyda e'lon qilib turishlaring mumkin. Darvozadan tashqarida bemalol. Ammo masjidning ichkarisida bunga hech qanday yo'l yo'q. Endi bu yo'qolgan narsani olishlik va olmaslik hukmi to'g'risida ham ulamolarning o'rtasida har xil fikrlar bo'lgan. Imom Malik va Imom Ahmad rahimahumullohni aytadilarki, yo'qolgan narsani olmoqlik makruhdir. Ko'chada ketyapsiz, bir narsa yo'qolib qoldi. Shuni olmoqligingiz makruh dedilar. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zollatul muslimi haraqun nar. Musulmonning yo'qotgan narsasi jahannamning cho'g'idir deganlar. Shuning uchun olmagan afzal dedilar. Ko'rdingiz, indamasdan o'tib ketavering, olmang dedilar. Chunki olsangiz mana bunaqangi muammolar bor, egasini topa olasizmi yoki yo'qmi, va hokazo muammolar bor dedilar. Lekin bizning Hanafiy mazhabimiz aytadilarki, olishlik va olmaslik mubohdir. Olsangiz ham bo'ladi, olmasangiz ham bo'laveradi. U sizning ixtiyoringiz yoki ba'zi bir shart-sharoitlar bor. Masalan, siz olmasangiz shu yerda yotgan narsa zoyi bo'ladi yoki tarofatga uchraydi. Yoki boshqa bir mug'ombir odam, adolatsiz odam olib qo'yishlik xavfi bor. O'g'rilarning qo'liga tushishligi bor. Bir musulmonning moli adolatsiz odamning qo'liga tushib qolsa, u umuman e'lon qilmaydi. Shartda olib yeb qo'ya qoladi, o'ziniki qilib ola qoladi. Shuning uchun ko'rdingizmi, shart-sharoitga qarang. Atrofda shunaqangi odamlar bo'ladigan bo'lsa, undan ko'ra olingda siz ilojini boricha egasiga yetkazib berishga harakat qiling, savobini olasiz. Ammo bunaqa gumon bo'lmasa, olmaganingiz yaxshi. Chunki haligi javobgarligi bor, mas'uliyati bor. Zoyi bo'lmaydi. Mendan ko'ra yaxshiroq odam olish ehtimoli bor degan ehtimol bo'lsa olmang. Ko'rib turibsiz, yaxshi odamlar shu joyda jamlashgan, o'sha yo'qolingan joyda odamlar yurayotganlari, namozxon, ibodatli, yaxshi odamlar, solih odamlar. Sizdan ko'ra yaxshiroqlari bor shularning ichida.
Umid qilyapsizki, mendan ko'ra ilmliroq odam, mendan ko'ra taqvoliroq odam, mendan ko'ra parhezkorroq bir odam olsa yaxshi bo'ladi degan ma'no bo'lsa olmang. Ana shu shart-sharoitga qarab turib bizning Hanafiy mazhabimizda muboh bo'lar ekan. Ammo Shofiy rahmatullohi alayhi mazhablarida olishlik vojib deydilar yoki bo'lmasa mustahab deydilar. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi mazhablarida o'sha shart-sharoitga qarab turib ba'zi paytda olishlik vojib, olmasa gunohkor bo'ladi yoki olishlik afzal, mustahab bo'ladi degan hukmni quyidagi hadis sharifdan olganlar. Endi olayotgan paytida mabodo bizning Hanafiy mazhabimizda aytiladiki, olayotgan inson uni e'lon qilishlik niyati yo'q. Balki o'ziniki qilib egallab olishlik niyati bo'ladigan bo'lsa, olishlik haromdir. Unga ana shu musulmonning yo'qotgan moli jahannamning cho'g'idir degan hadis sharif kifoya qiladi. Olayotgan paytda to'g'ri niyat bilan olinsa yaxshi ekan. Xo'p, uni to'g'ri niyat bilan olayotganligini qanday isbotlaydi? Desa, olayotgan inson atrofidagi odamlarga ko'rsatadi. Mana bu yerda bir hamyon tushib qolgan ekan. Men shu hamyonni oldim. Mabodo kim hamyon yo'qotgan bo'lsa, menga murojaat qilsin deb qo'yadi. Shuni o'zi uni to'g'ri niyat bilan olganligiga kifoya qiladi. Endi qachondir qoziga kimdir shikoyat qilib, mana bu mening molimni o'ziniki qilib o'zlashtirib olishing maqsadida olgan ekan desa, bu odam haligi e'lon qilib qo'yganligini o'zi da'vo qilayotgan odam yolg'onchi ekanligiga kifoya qiladi. Bemalol bu odam aytadi, men olayotgan paytimda aytganman. Kim hamyon yo'qotgan bo'lsa, kelib menga murojaat qilsin deganman desa, demak buni gapi o'tadi, qozi buni jazolamaydi. Ana shu holatda buni qo'lida omonat bo'ladi. Agar olayotgan paytida mabodo hech kimga bildirmasdan u yoq bu yoqqa qarab turib, hech kim ko'rmayotgan ekanmi deb turib shart olib shuni joyga solib ketsa, bu buni qo'lida endi javobgarligi bor bo'lgan molga aylanib qoladi. Endi shuni qo'lida shu narsa yo'qolsa, qozi tomonidan isbotlanilsa dalillar bilan shu odam to'lab beradi. Ammo e'lon qilgan holda aytaylik, yo'qotib qo'ydi bu. E'lon qilgan ediki, yo'qotib qo'ydi. Endi bu to'lamaydi. Chunki buni qo'lida omonat bo'ladi. Aslida omonatlarning qo'lida turgan paytida halokatga uchrab qolsa, omonatni saqlayotgan inson to'lab bermaydi, zomin bo'lmaydi. Agar halokatga uchrashligi yeydigan narsa bo'lsa, aynib qolishi mumkin. Ishdan chiqadigan narsa bo'lsa, ishga yaroqsiz bo'lib qolishi mumkin, yoki undan boshqa narsa bo'lsa, yo'qolib qolishi mumkin. Qisqasi, omonatni qo'lga olgan insonning aybi bilan shu narsa sodir etilmagan bo'lsa, omonatdor odam to'lab bermaydi, zomin ham javobgar ham bo'lmaydi. Ammo haligi gap birovdan yashirib tursa, keyin cho'ntagiga solgan bo'lsa, keyin yo'qotib qo'ydimi, halokatga uchratdimi, nima qilgan bo'lsa, albatta u odam to'lab berishligi shart bo'ladi. Endi ozginagina arzimas narsa ko'chalarda, yo'llarda, bozorlarda yotgan bo'lishi mumkin. Ularni olishi qanday bo'ladi? Unday narsalarni olsa, hattoki e'lon qilmasa ham bo'laveradi. Ozgina narsa nima desa, 1 dirhamdan ham ozroq pul yoki shuni qiymatiga ega bo'lgan narsalar deydilar. Buni e'lon qilishga ham arzimaydi. Ammo bizning Hanafiy mazhabimizda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning boshqa hadis shariflarini o'rganib chiqib turib, umumiy qilib aytadilarki, e'lon qilinishiga va qilinmasligiga yaroqli mollarni ajratadilar. 1 dirham bo'lsa deydilar, 1 kun e'lon qilinadi. 1 dirhamdan 3 dirhamgacha bo'lsa, 1 hafta e'lon qilinadi. 3 dirhamdan 10 dirhamgacha bo'lsa, 1 oy e'lon qilinadi. 10 dirhamdan ortiq bo'lsa, 1 yil e'lon qilinadi deydilar. Egasi kelsa keldi, kelmasa 1 yildan keyin agar o'zi kambag'al bo'lsa, o'zi shunga muhtoj bo'lsa, bemalol o'ziga ishlatib yuboraveradi. Egasi keldi deylik 1 yildan keyin bu ishlatib yuborgan ekan. Egasiga ixtiyor beriladi. Xohlasang sadaqa qilganni savobini ol, xohlasang seni moling qaytariladi deyiladi. Yo'q, qaytarib berasan desa, o'ziga ishlatib qo'ygan o'sha odamdan undirib beriladi. Agar bordi-yu, "Yeb bo'ldi, haloling bo'lsin. Men roziman, shunchalik saqlagan ekansan, 1 yildan keyin iste'mol qilgan ekansan, senga sadaqa shu, ehson savobi bo'lsin menga" desa, u molni egasining ixtiyori. Ammo Hanafiy mazhabidan boshqa mazhablarda molning qancha bo'lishining farqi yo'q, hammasi 1 yil e'lon qilinishiga kerak deydilar. Ular hozirgi hadis sharifni oladilar. Ya'ni mana shu hadis sharifda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 1 yil e'lon qildi, ketma-ket 3 marotaba aytdilar. Ana shu narsani olib turib, demak, har qanday mol bo'lishidan qat'iy nazar, ozmi, ko'pmi farqi yo'q. 1 yil e'lon qilish kerak deydilar.
Ammo bu hadis sharifda e'tibor bergan bo'lsak, 100 dinor deyaptilar hamyonni ichida. Dinor degani tilla tanga, dirham bo'lsa kumush tanga bo'ladi. 100 dinor deganimiz bu taxminan 5 marotaba nisobni qiymatiga keladi hozirgi kunda. Aytaylik 7 million 140 ming qilib belgilangan bo'lsa, shuni 5 ga ko'paytirasiz. Mana shuncha miqdorda pul topilgan hamyonni ichida. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni 1 yil e'lon qil, keyingi yil yana e'lon qil dedilar. Juda katta mablag' edi u. Bizda esa Hanafiy mazhabida 10 dirham va undan ko'proq bo'lsa 1 yil e'lon qilinadi deyilyapti. 10 dirham qancha bo'ladi desa, bu nisobning 20 dan biri. Nisobning 20 dan biri degani hozirgi kunda xo'p mana 7 million 140 ming bo'lsa, shuni 20 ga bo'lasiz. Shuni 20 dan biri taxminan 250 bilan 300 mingda atrofida bo'ladi. Shuncha pul topsalaring, demak 1 yilgacha saqlab e'lon qilishga majbur bo'lib qolasizlar. Agar undan ozroq pul bo'lsa, 1 oy e'lon qilinadi, undan ham oz 1 dirhamdan 3 dirhamgacha bo'lsa 1 hafta, 1 dirham bo'lsa 1 kun e'lon qilinadi xolos. 1 dirhami taxminan bizning pullarga bir 5-10 ming so'mlarga to'g'ri keladi. Bunaqa narsa ko'proq kirakashlarda sodir etiladi. Juda ham ko'p kirakashlarda. 5 ming so'mga kelishuvdim, 7 ming so'm tashlab ketib qolibdi. Yo ketayotib o'tirgan joyda bir narsa tushib qolibdi va hokazo degan savollar nihoyatda ko'p. Demak, shuni bilib olinsinda qiymatiga qaraladi. Yana bu yerda topilgan narsani nima ekanligining e'tibori bor. Aytaylik, aynib qoladigan oziq-ovqat mahsuloti topildi. Ayniydi birpasda. Uni kambag'allarga berib yuborishlik, o'zi muhtoj bo'lsa, o'zi yeb qo'yishligi mumkin. Ayniydigan chegaragacha olib bormasdan turib, aynigandan keyin bu mutlaqo iste'molga yaroqsiz bo'ladi, egasiga ham kerak emas u, hatto gadoyga ham kerak emas endi u. Shuning uchun aynimaydigan chegaraga olib borib e'lon qiladi, egasi topilmasa o'zi iste'mol qilib qo'yaveradi, qachondir egasi kelsa qiymatini to'laydi, xohlasa sadaqani savobini oladi. Mana shunday qilib topilingan narsalar to'g'risidagi ba'zi bir hukmlarni o'rganib chiqilyapti. Yana boshqa bir rivoyatda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: "Laula an takuna min as-sadaqati la akaltuha." Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ko'chada o'tib ketayotib bir xurmoni tushib yotganini ko'rgan ekanlar. Va aytgan ekanlarki, agar shu xurmoni sadaqadan bo'lishlik xavfi bo'lmaganda olib men yer edim degan ekanlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallamga bilasizlar, sadaqa molni yeyish mumkin emas. Bundan ulamolarimiz oladilarki, demak ko'cha-kuylarda meva-chevalar donalab to'kilib yotgan bo'lsa, ko'rib tursiz bir dona, 2 dona tushib qolgan. Buni so'ramasdan olib yeyish mumkin deydilar. Yana aytadilarki, shahardan tashqaridagi bog'-rog'larda meva-chevalarga, mevazorlarga borib qolsangiz, bog'larga tagiga to'kilib yotgan bo'lsa, egasidan so'ramasdan yeyishga ham ruxsat beriladi deydilar. Chunki uni terib, ular tagiga to'kilganini ulgura olmaydi, baribir aynib o'sha tagida qolib ketadi. Shuning uchun qurt-qumursqa va boshqa hayvonlarga yem bo'lgandan ko'ra inson ham yesa bo'laveradi deb ruxsat beradilar. Yana ulamolarimiz aytadilarki, bundan kelib chiqib, bog'-rog'larning orasidan oqib o'tadigan ariqlar, soylar, kanallar va hokazolarning ichida meva-chevalar kelib qoladigan bo'lsa, o'sha soy, ariqlarning atrofida yashayotgan aholi bemalol oqib kelayotgan mevalarni olib yeyishligi mumkin. Aytishlari mumkin. Nimaga endi ba'zi bir kitoblarda bitta olmani tishlab qo'yib Abu Hanifa rahmatullohning otalari qancha yil xizmat qilganlar, qancha mashaqqatga qolganlar, u nima? U Sobitning, ya'ni Sobit degan zot bo'lganlar otalari, Sobitning o'zining shaxsiy taqvosi u. Uni shaxsiy taqvosi. Shar'an fatvo bor. Yesangiz to'lab bermaysiz. Yesangiz kimdir kelib da'vo qilsa, meni bog'imdan oqib chiqqan olmani yeb qo'yibsan, haqqini to'laysan desa, siz haqsiz. Uni u da'voda nohaq bo'ladi. Ammo taqvo yuzasidan kimnidir bog'dan oqib chiqayotgan meva ekan, men yemayman buni desangiz, o'zingizning xohishingiz. Bu sizning taqvoingizga qarab bo'ladi. Shar'an demak umumiy olganda ruxsat beriladi. Va yana bir narsani aytib o'taylik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning yana bir hadis shariflarida la tahillu luqatatu minal man iltaqata shay'an falyu'arrifhu fa in jaa sahibuha falyuraddaha ilayhi fa in lam ya'ti falyatasaddaq biha fa in jaa falyukhayyirhu baynal ajri va baynal ladhi lahu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, biror bir narsani topib olsa, o'sha narsadan iste'mol qilmoqlik mumkin emas toki e'lon qilmagunigacha. E'lon qilganida egasi kelsa qaytarib beradi. Agar bordiyu egasi kelmaydigan bo'lsa, uni o'zi boy bo'lsa topib olgan odam kambag'allarga sadaqa qilib yuboradi. Qachondir egasi kelsa, egasi ixtiyoriy bo'ladi. Xohlasa
qiymatini qaytarib oladi, xohlasa sadaqani savobini oladi. Demak, bu o'zi emasdan boshqalarga berib yuboradiganlarga ham hukm shu ekan. Tasavvur qilingki, siz o'zingiz boy badavlatsiz, topib olingan narsaga muhtoj emassiz. Uni kambag'allarga sadaqat qilib yuboring. Egasi kelganda esa mana shu javobni berasiz. Hadisdan oladigan foydalarimiz: al-amru bi hifzi salasati ashya min al-luqatati al-vi'a'i wal-adadi wal-wika'i. Topib olingan narsaning 3 ta narsasini saqlab qo'yish kerak ekan. O'zini ishlatib yuborsa ham idishini, adadini va bog'ichini toki egasi kelgan paytida mabodo, xo'p, sen yo'qotgan narsani idishi, hamyoni qanaqa rangda edi? Nimadan edi? Bog'ichi qanaqa edi deb so'raysiz. To'g'ri topsa, haligi gap bo'ladi. Javob. Ikkinchisi vujubu ta'rif anil luqatati. Yo'qolgan narsani topib olgan odamlar uni e'lon qilishligi vojibdir. Uchinchi al-istimta'u biha idza lam yaji sohibuha. Egasi kelmaydigan bo'lsa, undan foydalanish mumkin. Lekin Abu Hanifa rahmatullohi alayh agar boy odam bo'ladigan bo'lsa, mumkin emas dedilar. Kambag'al odam bo'lsagina foydalanmoqlik mumkin, chunki hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ga aytganliklari bu Ubay ibn Ka'bning o'ziga xos bo'lgan voqea bo'lgan bu, boshqalarga emas dedilar. To'rtinchi, va fihi shiddatu hurmati amvalil muslimin. Musulmonlarning molini boshqa musulmonlar uchun noshar'iy yo'l bilan yeyishligining o'ta qattiq harom ekanligi kelib chiqadi. Beshinchi, va fihi ihtiyatu sahabati fi umuri dinihim. Sahoba ikromlar din ishlarida o'ta ehtiyotkor bo'lganliklari ham ma'lum bo'ladi. Chunki shuncha katta mablag'ni topib olgan uncha odam kelib birovga men shuncha mablag' topib oldim deyishligi qiyin. To'g'ri, albatta bor, har bir zamon, har bir makon bunday insonlardan xoli bo'lmaydi, lekin sahoba ikromlarning har birlari xuddi shundoq taqvodor, parhezkor edilar. Duo qilaylik, Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni halollik, poklik bilan hayot kechirib bormoqlik baxtiga muvaffaq etasin. Shariat ahkomlarini hayotga tatbiq etib, unga muvofiq hayot kechirmoqlik baxtiga muvaffaq etasin. Kimdir nimanidir yo'qotgan bo'lsa, Allohim ularni tez fursatda o'z egasiga qaytarilmoqligini muvaffaq etasin. Shu paytgacha bilib bilmasdan topib olgan narsasini noshar'iy yo'l bilan iste'mol qilgan bo'lsa, Allohim ularga insof berib, tavfiq berib, tavba qilib, istig'for etib, Allohning huzuriga yorug' yuz bilan bormoqlik baxtiga muvaffaq etasin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar